2 oylik chaqalog'imni hozir cho'miltirib chiqdim. Endi sizlarga uxodlarini ko'rsataman. Ketdik. Birinchi navbatda suda krem haqida aytib bermoqchiman. Bu aynan popasida qizarishlar bo'lsa yoki issiqlikdan toshmalar toshgan bo'lsa ishlatishga yaxshi. Oq mana sink tarkibida bo'ladi. Juda ham qalin krem. Buni yupqa qilib surtish kerak. Ya'ni prям to terisiga kirguncha surtmaymiz. Shunchaki mana bunaqa holatda mana oqismon bo'lib qolsa mayli, bu baryer sifatida ishlatiladi. Buni bunaqa qilib ishqalab top-toza bo'lishini kutish kerak emas, oqarib turishi kerak tanasi. Keyingisi bizda bioderma. Aslida bolangizni tanasi soppa-sog' bo'lsa agar hech nima surtish kerak emas, lekin teginganingizda ozgina quruqlikni his qilsangiz, atopический dermatit bo'lsa agar обязательно mana shunaqa atoderm lineykali kremlarni yoki losyonlarni ishlatish kerak. Bu emollient deyiladi. Bizda mana ikki xili, bittasi balzam, bu juda ham quruqlikda, bittasi krem. Yengilroq. Hozir unchalik quruq bo'lmagani uchun doimiy ravishda buni surtaman. Bir kunda 3 martalab surtishimiz kerak. Chunki bunda qizimda atopический dermatit bor. Sog'lom bolalarga umuman kerak emas hech nima surtish. Tagligimiz Junis, buni ham hamma so'raydi. Bu 5 razmer emas, M razmer. Bunda 1 2 3 4 emas, aynan SML ishlatiladi. Juda ham yumshoq taglik, menga yoqadi. Cho'miltirishda esa Mustelani gelini ishlataman. Bizda buni katta varianti ham bor. Bu hozir yo'lda ishlatish uchun qulay bo'lgan kichkina mini versiyasi. Sovun esa popasini yuvishda aynan mana Biomio'ning tabiiy sovunlari. Har kunlik cho'milishda hech nima ishlatmaymiz, faqatgina suv bilan yuvib tashlayman. Haftada 1-2 marta Mustelani ishlatish mumkin. Atak oddiy har kunlikda hech nima bilan yuvish kerak emas. Shu bilan bo'ldi, qizimiz tayyor.